Assalomu alaykum hammaga yana bir marta. Kuninglarni qalay o'tkazibsizlar? Qiziqjo'lar, shoshib pishib keldim hozir. Hartugul hamma ishimizni tugatdik. Va shu sababli mana 2:30da bo'ladigan jonli efirimizni hozir boshlashimizga to'g'ri kelyapti. Asosiy bizani nimamiz, rejamiz qanaqa bu jonli efirdan qisqacha aytib o'taman, qiziqjo'lar. Albatta savollarga ham javob beraman. Va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim bu yerda hozir shunaqaki, g'olibni aniqlashimiz kerak. Mana challenge e'lon qilingan edi. Bahoriy garderob kursiga 70% chegirma bilan ulanib olish imkoniyati bo'ladi va mana shu challenjda eng ko'p ovoz yiqqan qizimizga shu imkoniyatni berishni nima qilgan edik? Maqsad qilgan edik. Lekin birinchi, ikkinchi challenjimizda yaxshi qatnashdi qizlarimiz. Uchinchi challenjimizda bilmadim nimaga hech kim anaqa qilmadi, topshirmadi. Shu sababli birinchi, ikkinchi o'tkazilgan challenjdan xulosa qilishimiz menimcha to'g'ri bo'ladi. Mana shu bilan cheklanamiz. Va birinchi, ikkinchi challenjimizda esa shartlarini bajarishda Murodov Kamoliddin profil egalari nima qilgan edi? Yutuqqa erishgan edilar, eng ko'p ovoz olgan edilar har ikkalasida ham. Shu sababli bir ovozdan faqat ularni g'olib deb topamiz. Boshqachasiga iloj yo'q, chunki 3-challenjimiz shartida hech kim qatnashmadi. O'ziga ham hazillashib aytib kecha anaqamizga, obunachimizga balki birinchi, ikkinchi qatnashib hamma anaqa faqat siz yutganingizga boshqalarning hafsalasini pir qildingizmi deb hazillashib aytdim. Shunaqa qiziqjo'lar. Xo'p, keyin sizlarga aytmoqchi bo'lganim, bugun ko'proq savol-javob qilamiz, qiziqjo'lar. Savol-javob deganda asosiy bizani maqsadimiz nimadan iborat? Mana shuni bilib olishimiz kerak. Asosiy maqsadimiz deganda tikuvchilikni o'rganishdan maqsad nimada? O'sha narsani bilib olishni xohlayotgandim sizlar bilan birgalikda. Sababi kimdirlar o'zini hobbisi bo'lgani uchun shug'ullanadi, kimdirlar asosiy kasbi qilib olgan. Mana bo'ladi-ku, o'zi yaxshi ko'rmaydi, lekin asosiy kasbiga aylanib bo'lgan tikuvchilik. Mana shunaqa nimalar bilan hozir suhbatni davom qildirmoqchiman sizlar bilan. Kelinglar, birinchi savol bilan murojaat qilaman. Sizlarga hamma javoblarni kommentariyada yozib boraverasizlar. Xo'p, tikuvchilik bilan shug'ullanishdan asosiy maqsad nima degan savolni. Yo'q, tikuvchilikka qanaqa kirib kelgansiz degan savoldan kelib chiqaylik-da. O'shanda hammasi aniq bo'ladi. Kirib kelishingiz deb yozib qo'yaman. Mana shu yerda kommentariyada savollarga javoblarni qabul qilaman qiziqjo'lar, sababi bugungi mavzuyimizga hozirgi beradigan 3 ta savolim juda ham muhim. Bu savollarni kommentariyada yozsanglar, albatta sizlarni nimalardan kelib chiqqan holatda, fikringlardan kelib chiqqan holatda men qolganini davom qildiramanki, ya'ni ko'pchiligimiz baribir daromad qilishni xohlaymiz tikuvchilik orqali, o'zimizni qilayotgan kasbimiz orqali. O'shaning uchun nima deydi? Bu qanchalik darajada oson yoki yengil kechadi sizga? Mana shu narsalarni yo'l yo'rig'ini o'rgatishim uchun, bugun o'zi biznes yo'nalishi bo'yicha bo'lganligi uchun hozir mana shunaqa savollar bilan sizlarga murojaat qilamanki, qanchalik darajada bu ish bilan shug'ullanish sizga yengil bo'ladi. Mana shunaqa. Qizim va o'zim uchun tikish bo'lgan maqsadim deganlar mushtariy begim. Demak, faqat o'zingizga, qizingizga va o'zingizga garderob tikish maqsadida bo'lgan. Va buni qanchalik darajada uddalay ovozsiz, shular haqida yozsangiz ham zo'r bo'ladi. Ko'zmunchoq profil egalari o'zim uchun ko'ylak tikmoqchi bo'lib, keyin sevib o'rgangim keldi debdilar. Demak, o'zingizga yoqqan bu ish bilan shug'ullanish. Bitta ko'ylak tikkunicha-da o'zi, boshqalarga hech kim kelmaydi debdilar mushtariy begim. Nimaga tikis kelmaydi? Yaxshi anaqa mijozlarga uchramaganmisiz? Yoki-da boshqa sababi bormi? Nega ovozim nima qilingan lekin ulangan? Alhamdulillah uddalayapman debdilar. Boshqa o'zingiz tikishi, aniq qizingizga o'zingizga tikish aytibsiz, to'g'rimi? Bu komfort zonadasiz degani-da, mushtariy begim. Chunki o'zingizga, qizingizga tikkanda unaqa katta talab bo'lmaydi. Va o'zingizlarga xohlagancha primerka qilasizlar. O'xshadi, o'xshamadi degan narsa bo'lmaydi. O'xshamasa ham xavotir olmaysiz.
Agar shunaqa bo'lsa, aytib qo'yasiz. Agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, javobingiz uni ham yozib qo'ying. Ha, to'g'ri debdilar. Boshqa birovga tikkanda albatta mas'uliyati bo'ladi. Buni nimasi bor? Mana shu narsaga men yechim bermoqchiman. Hozir shogirdlarimga bilayotgan bo'lsanglar, deyarli hamma kursimga ishlab chiqarish yo'nalishini o'rgatyapman. Ishlab chiqarish yo'nalishini qo'shib beryapman sovg'a sifatida. 9 millionlik turadigan kursimni qo'shib beryapman hozir. Nimaga? Sabab nimada? Aynan mushtariydagi anaqa yo'ligi uchun, nima deydi, xavotir borligi uchun demoqchiman, boshqalarga tikish qiyin bo'lganligi uchun. To'g'ri, boshqalarga tikish qiyin. Bu fikringizga 100% qo'shilaman. Va nima deydi, agar siz o'zingiz tayyor razmerlarga tikkan paytingizda o'zingiz xohlagandek ideyani, g'oyani qiladigan bo'lsangiz, sotishingiz ham oson bo'ladi bu narsani. Va endi ikkita ko'ynakni puli bilan biznes boshlash deb aytaman har doim. Xohlanglar andazalar sotib olib qilinglar, xohlanglar nima deydi, o'qishlarga o'qib, ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha qilinglar, istagan razmeringlarni. Bu har doim yengil bo'lgan. Mushtariy begim, men sizni tushunaman, lekin hozir ayni paytda yaxshi ko'rar ekansiz, mabodo endi shu hunar orqasidan daromad qilishni xohlaydigan bo'lsangiz, zakaz tikmaganingiz yaxshi. Undan ko'rasiz, mana shunaqangi bir tayyor andazalar orqali yokida ishlab chiqarish kurslarini, darslarni olgan holatda davom qildirishingiz ayni muddao bo'ladi. Bu mavzuni bekorga boshlamadim. Hozir men boshqa qizlarimiz ham savollarni bitta ko'rib o'qiydi. Keyin aniq qilaman. Bu narsani davom qildiraman. Mitti qizaloq, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Dinora opa? Tikuvchilikka kirib kelishim, tikuvchilar ko'ylaklarini ko'nglimdagidek tikmagani uchun o'zim tikishga qaror qilganman debdilar. Juda ham yaxshi. Ayni nima deydi? Mani muammoyim desa ham bo'ladi. Menda ham xuddi shunaqa nima bo'lgan. Ko'pincha onamlarga bozordan yoki magazinlardan kiyim olamiz deydigan bo'lsak, har doim nima qilishadi? O'zlari xohlagan fasonlarni ko'rgan paytida, "Voy, yo'q, qizuvmisiz, kenayib, bu yoshlarniki-yu" deyishardi-da. Vaholanki oyimlar unaqa katta yoshli bo'lmaganlar, o'sha payt 20 yil, 25 yil oldingi gaplar. Unaqa katta yoshli bo'lmaganlar va baribir bachkana kiyim tanlamaydilar o'z-o'zidan. Qorni ochiq yoki tizzasi ochiq narsa tanlamaydilar. Rubashkalarni, oddiy platya xalatlarni, mana shunaqa narsalarni so'ragan paytimizda ham shunaqa deyishardi sotuvchilar. Endi sotuvchilardan ham xafa bo'lishning hech ham hojati yo'q aslida. Ular ham o'zini dididan kelib chiqqan holatda aytishadi bu narsani. O'zini vkusi shunaqa. Aslida-ku biz razmer so'rasak, ular bizga did to'g'risida dars berib ketayotgan payti noto'g'ri bo'lgan. Albatta, o'shandan jahlim chiqardi meni. O'xshamasa tikib yurardim. Chunki men professional tikuvchilikka kirib kelishim jam mojaralar bilan bo'lgan. Oyimlar, adamlar meni professional tikuvchilikda o'rgatish uchun resepet o'qishgan. Chunki qaysar bo'lganman. Sizlarga o'xshab, mana oddiy materialda bichib ketib, o'sha bo'yicha primerka qilaman, o'zimga zo'r chiqyapti deb yuraverganman. Professional tikuvchilikda andaza bilan ishlashni, andazadan chiroyli har xil fasonlarni chiqarish kerakligini hech uqtirisha olmagan. Bitta katta anaqam bo'lgan, xatoligim bo'lgan, ana o'shandan keyin men andaza bilan qilishim kerak degan tushunchaga kelganman. Aytmoqchi bo'lganim, sizda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan ekanki, shu yaxshi tikolmaganidan o'zim tikkanman deb, ularni didi sizga to'g'ri kelmagan. Hattoki bilasizlarmi, shunaqa holatlar borki, men o'zim bichib berib yuboraman. Shogirdlarimga, ayrim shogirdlarimga, mana shu Toshkent atrofida turadigan, Toshkentdagi shogirdlarimga berib yuboraman bichib. Bichilgan narsani tikkan payti ham ular o'zini dididan kelib chiqqan holatda qaysidir bir joyini o'zgartirsa, kiyim riski o'zgarib ketadi. Bu insonni didiga bog'liq bo'lgan holat. Bu juda ham yaxshi aslida. Juda ham yaxshi narsa. O'sha didingizdagidek bo'lib chiqishi uchun harakat qilganingiz. Lekin yaxshi klientlarga uchramaganman debdilar. Demak, yomon klientlarga uchragan ekansiz. Dilnoza, men tikuvchilikka kirib kelishim asli o'quv yurtiga kira olmaganim uchun borganman. Qiziqib, uyda bo'sh o'tirmaydi. Xo'p, Dilnozaxon, bu qanchalik darajada anaqa bo'lgan sizga? Nimaga? Mana ovozni yoqdim boshqatdan, o'chirib yoqdim. Ovozim eshitilmayaptimi, qizlar? Video ham yo'q. U anaqa video ham yo'q, ovoz ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, unda sizlarda internetinglarda muammo bo'lyapti. Mana boshqalar bilan gaplashyapmiz lekin.
Manda net ishlamayapti yoki sizda internet ishlamayapti, u aniq. Mana mushtariy begim bilan, boshqa qizlarimiz bilan muloqot qilyapmiz. Demak, boshqalarda ovoz bor. Boshqalarda ovoz yaxshi. Xo'p, demak, interneti past bo'lgan qizlarimizni mana shunaqangi bir muammolar bo'lyapti hozir. Xo'p. Yaxshi klientga uchramaganman deganlar. Dilnozani yozgan kommentariyalardan maqvatdim. Xo'p, o'quv yurtiga kira olmagansiz va undan keyin tikuvchilikka qiziqqansiz. O'sha paytda mana qilayotganingizni hali ham davom qildiryapsizmi? Sizga bu kasb qanchalik darajada yaqin? Nimagaligini men hozir sizlarga aytaman. Dilnoza mana yozdilar. Akaga zo'r tikuvchi mani bitiruv oqshomidagi libosimni sifatsiz tikkaniga men zo'r sifatli tikaman deb o'zimga va'da berib o'rganganman debdilar. Agar o'rgangan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Ovoz yo'q deyapti 3-4 ta qizlarimiz. Men mukammal tikuvchilikni o'rganmoqchiman. Men ham klientlarim bo'lsa deyman. Men YouTubedan ko'rib ham o'rgandim. Yaxshi o'rgana olyapman. Lekin juda yaxshi ko'raman tikishni. Menga ustozlik qilsangiz iltimos debdilar. Kurslarimiz bor albatta. Kurslarimizga obuna bo'lsangiz bo'ladi. Lekin hozirgi mana oxirgi e'lon qilingan kursimizga, bahoriy garderob kursiga bor yo'g'i 10 kishinigina VIP tarifiga qabul qila olaman. Hop, menda yo'q debdilar, ovoz yo'q deyaptilar. Qaytib ulanadi. Menda ham ulanglar ulanib bo'lmayapti, ustoz debdilar. Men boshqatdan tashkil qilaymi yoki jonli efirni? Lekin hozir ko'rinyapti-ku qizlarimizga. Hozir men o'chirib buni boshqatdan yoqaman desam, qani mana shunaqa qilib ko'raylikchi? Menda hammasi ko'rinyapti lekin qizlar. Bizga ham ko'rinyapti, yaxshi uzmang chatni debdilar. Ko'rinayotganlar bor-de. Men kim tinglayapti? Yo, menda debdilar. Qayta ulandim debdilar. Ovozi yo'q bo'lgan qizlarimiz bo'lmasam qaytib boshqatdan ulanib olinglar. Chunki mana boshqa qizlarimiz ko'rishyapti-de. Ovozim juda yaxshi kelyapti. Bo'ldi. Men hozir bu savolni sizlarga yuqoriga bermadim, xudojolar. Bu savolni berishimdan maqsad shundaki, buni aslida nima deydi? Men o'zimda qiziqish bo'lgan, tikuvchilikka men o'zimdagi holat bilan aytib bermoqchiman. O'zimda qiziqish bo'lgan va o'sha qiziqishim bo'yicha mana odamlar, oyimlar shu sohada bo'lganligi uchun bu sohaga kirib kelishim juda ham oson bo'lgan. Mana shu atmosferada o'sganligim uchun. Va tikuvchilikni professional o'rgangunimcha ham nechta narsani buzib tashlab, mana shunaqa qilib o'rganganim bilan ham baribir professional tikuvchilikka o'tmagan edim. Va professional tikuvchilikka ham o'tdim. Ko'p mojarolar bilan, ko'p janjallar bilan va undan keyin yaxshi tikuvchilikni boshladim ham professional tarzda. Kuniga bitta palto ham chiqargan paytlarim bo'ldi. Mana shunaqa tikayotgan paytimda endi yaxshi pul ishlayapman. Pul ishlashga kirishishim ham biroz qiyinroq bo'lgan. Chunki mana hobbi bilan asosiy ishni farqini aytib o'tay sizlarga. Hobbiga siz faqat pul chiqarasiz, pul sarflaysiz. Asosiy ishingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, ishingiz rivoji uchun siz pul tikasiz. Bu narsani masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, magazin ochdi kimdir. O'sha magazinni ochgan paytida asosiy ishi bo'lganligi uchun menga faqat nima deydi, faqat suvlarni sotish yoqadi deb o'tirmaydi-da, uni yoniga choy ham olib keladi yoki boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini olib keladi, pecheniya ham olib keladi. Xullas shunaqa qilib to'ldiradi. Vaholanki bu nima deydi, magazindagi hamma narsani o'sha inson yoqtirmasligi mumkin. Bu uni asosiy ishi bo'lganligi uchun, uni rivoji uchun hissa qo'shadi. Hobbi qanaqa? Hobbi mana yoshligidan qiziqadi, masalan, menga o'xshab yaxshi ko'radi o'sha ish bilan shug'ullanganni va bu ish bilan shug'ullanish jarayonida ko'proq nima deydi? Unga pul sarflaydi. Hobbiga ko'proq pul sarflanadi. Masalan, birinchi o'rinda hobbi bo'ladigan bo'lsa, kimdir fitnessga borgisi keladi yoki kimdir
hobbisi bu tennis o'ynash bo'lishi mumkin yoki suzish bo'lishi mumkin. Bunga undan hech qanaqa daromad kelmaydi. Xuddi shular singari tikuvchilik ham xuddi shunaqa holatda bo'lgan men uchun. Va yaxshi ko'rganman, o'zim shug'ullanishni xohlaganman degan qizlarimiz, ularda hobbi bo'lgan, masalan, pul ishlashni o'ylamaydi-da, materialini oladi, oddiy misol, qachisini oladi, santimetrini oladi, unga pul sarflayapti bu hobbisiga. O'zi nima qilishi uchun. To'g'ri, tikuvchilikda endi bichib tikib kiyadigan bo'lsa, albatta bu oilasi uchun birinchi o'rinda foyda. Masalan, hozir mana bozordan materiallarni olib keldim. Ishonasizlarmi, hozir shunaqa materiallarni oldik biz, organzalarni. O'sha organzalarni ro'molinichi qizlarjoylar men 250 mingdan olganman. Metrajda hozir turibdi. O'shani maza qilib ro'molliklarni olib oldik hozir shogirdlarim bilan birgalikda. Suv tekinga oldik-da masalan. Bu endi bilasizlarmi, birinchi o'rinda bu tikuvchilik hobbi sifatida bo'lgani oilaga foydali, to'g'ri, lekin bundan daromad ko'rmaydi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri pul kelmaydi qo'liga. Xuddi boshqa sportdagi hobbilariga o'xshab. Masalan, bolalarni, farzandlarni misolida aytaylik, bizda ayol kishilar qaysidir bir hobbisi uchun sportga yokida boshqa bir kamdan kam, endi ko'pchiligimiz viloyatda turganimiz uchun fitnesga borib, o'sha yerda fitnesda shug'ullanganimiz uchun pul chiqaradigan ayollar kamdan kam bizda. O'shaning uchun farzandlar misolida aytishimiz mumkin bo'ladiki, sportga bersa tog'lon bo'ladi deymiz o'zimiz. Va o'sha sportida shug'ullanish uchun aytaylik, boksga boradigan bo'lsa, boks perchatkasini olib beramiz, kiyimlarini olib beramiz, oyoq kiyimini olib beramiz. Mana shunaqa qilib pul sarflaymiz bolamizning hobbisi uchun. Va undan pul kelishini o'ylamaymiz. Chunki bu hobbi bizda. Asosiy ish bo'lsa-chi, siz qanchadir bir miqdorda pul sarfladingiz bunga, ana hobbiga sarflagan pulingizdan ham ko'proq bo'lishi mumkin, kamroq ham bo'lishi mumkin. Pul sarfladingiz va bu narsa sizga pul olib kelishini o'ylaysiz. Lekin bitta tomoni bor. Asosiy qilayotgan ishidan ko'pchilik insonlar, 90%, 85-90% insonlar ko'pchilik o'zini asosiy pul keladigan, daromad keladigan ishini yoqtirishmaydi. Bu o'zini majburiyat yuzasidan, zarurat yuzasidan kirgan kasbi hisoblanadi. Shu sababli men sizlarga hozirgi savolni berdim. Va bir qator savollarni tayyorlaganman. Albatta, 3 ta savol bor. Yana 2 ta savolimiz bor. Mana shu bir qator 3 ta savolga javob berish jarayonida siz tikuvchilik orqali pul topa olasizmi yoki yo'qmi? Toqatingiz yetadimi yoki yo'qmi? Sababi, agar siz hobbingizni pul keladigan yo'nalishga olib keladigan bo'lsangiz, pul keladigan o'shanaqaga asosiy ishingizga aylantirib oladigan bo'lsangiz, xuddi menga o'xshab. Chunki men o'zim yuridическийda o'qiganman, Irkutskida. Lekin bir kun ham ishlamaganman. Deyarli 3-kursdan keyin bu nimani o'qishni davom qildirishni xohlamaganman. Ota-onamning nimasi bilan, xohishi bilan bu narsani oxirigacha yetkazib qo'yganmiz, to'g'ri. Diplom olganmiz. Lekin bir kun ham ishlamaganingizdan keyin bu diplomning nima foydasi bor? To'g'rijonlar? Nima foydasi bor? Menda imkoniyat bo'lgan, o'zimni asosiy kasbim qilib yuridiskini tanlamasdan, hobbiyim orqali men asosiy kasbga yo'naltirish imkoniyati bo'lgan. Ota-onam shu sohada bo'lganligi uchun menga bu narsaga to'sqinlik ham qilishmadi. Va ota-onam, Alloh rozi bo'lsin ulardan, farzandni qo'yniga qaraydigan insonlar bo'lganligi uchun bu narsaga hech ham qarshilik qilishmadi. Vaholanki, Irkutskida o'qishimiz uchun kommersiya o'qishiydi bizda. Bizani bu yerdagi kontraktdan 3 barobar qimmat holatda to'lanardi. Kommersiya bo'lganligi uchun. Mana shunaqa qilib, nima deydi, men hobbiyimni ishga aylantirganim uchun, qizlarjonlar, kechasi ishlaymanmi, kunduz kuni ishlaymanmi va haftasiga 7 kun ishlaymanmi, menga bilinmaydi. Chunki bu menga ham o'zim ishlash zavqini beryapti. Va bundan keyin bizda nima deydi, daromad olib kelgani bilan yana ham ruhim ko'tarinki holatda bo'ladi. Shu sababli men hozir sizlarni tikuvchilikka nima sababdan kirganinglarni so'radim. Bir ikkita qizlarimizning javobi bilan bu narsani mana eshitib oldik. Va mushtariydan shunaqa bir nima chiqdilarki, qizimga va o'zimga tikishim uchun nima qildim? Kirganman asosan deb va yaxshi klientlar uchramagan deganlar. Mana shu klientning injiqliklari bilan ham kurashish bizga juda ham muhim. Mana agar sizlarga o'xshab zakaz tikadigan qizlarimizga o'xshab mijozlarni qabul qiladigan bo'lganda, mana bunchalik energiyam bo'lmasdi. Bunchalik mazza qilib ishlamasdim bu nimada, ishda. Chunki siz faqat klientlar bilan ishlaysiz-da, klientlar bilan ishlayotgan jarayonda hamma fasonni o'zingiz aniqlaysiz,
ham ularga to'g'ri keladiganini topib berishingiz kerak. Ham agar o'xshamasa klient injiqligini eshitishingiz kerak. Uni yana to'g'rilab ber deydi. Bir xil klientlar bor, masalan, uzoqqa ketmay, o'zimni ukam, bitta klientim o'sha bo'ladi. Uzoqqa chunki ukamdan pul olaman men. Uydagi onamdan, qizimdan pul olmayman. Tutganim uchun. O'shaning uchun uni klientim deb bemalol ayta olaman. Endi ukamga narsa tikayotgan paytimda ham o'zimni jigarim urishmaydi mani. Masalan, material uvol qilding demaydi, boshqa bo'lmaydi. Vaholanki klientlar bilan ishlagan paytingizda mana shu muammolarga duch kelasiz. Va endi ukamni o'ziga nima qilayotgan paytda materialni bitta fasonni ko'rib olamiz. Bu materialni endi o'sha fasonda andazasini chizib modellashtirayotgan paytimda albatta o'zgaradi fason. Keyin уже primerka qilayotgan paytida yana o'zgaradi. Klient injiqligi hech bo'lmaganda mana shu narsa bo'ladi. Endi men aytadigan bo'lsam, masalan, boshqa rivojlangan davlatlarda, oddiy Qozog'istonda, chunki men Qozog'istonda malaka oshirdim. Rossiyada, Ukrainada, ularda masalan bitta fasonga material olib kelindimi, o'sha fason o'zgartirilmaydi. Sababi fason o'zgartirish alohida pul turadi. Andazasini chizdingizmi o'sha fasonga va uni modellashtirib bo'ldingizda, endi bichaman degan paytda fasonni o'zgartiraman deydimi, o'sha chizgan andazangiz uchun ular pul to'laydi. Mana shunaqa bir tizim bor. Bizda endi qilib ko'ring, o'shani mijozdagi qabul qiladimi? Yo'q, albatta qabul qilmaydi. Sababi noprofessional tarzda ishlayotgan chevarlarimiz ko'p va ko'pchiligi uy ichi ko'yni lozim tikadi va endi narxini o'zgartirish u yoqda tursin. Masalan, fasonni o'zgartiradimi, 34 kelmabdi, 34 kelmabdi deb qaraladigan paytida uni injiqligini eshitish o'zi emas. Mana 15 mingdan tikkan paytlarim bo'lgan, detskiy ko'ynaklar. 15 mingdan tikkan paytlarim bo'lgan. Lekin har doim tikib o'tirursa, inson xohlasa xohlamasa charchaydi. Fizически kuchi yetmaydi, insonni jismonan kuchi yetmaydi. Orqalarim og'rib qoladigan odatim bor, mashqlarimda. Va onam har doim aytardilarki, yo'q, sen tikuvchilikni ilmiy yo'naltirishing kerak. To'g'ri, tikuvchilikni yaxshi ko'rasan. Yana anaqa qilaman, mijozda meni anaqa qilardi-da, ruhlantirib borardi. Bilaman, Dinaradan boshqa hech kim tika olmaydi deb olib kelganman shu narsani dedi-da. Ani xursand bo'lib ketaman. Voy, men tikishimga anaqa qilar ekan, bilar ekan-da, qadrimga yetar ekan deb mana shunaqa qilaman-da. Keyin qaysidir bir fasonni ko'rgan paytimda nimagidir menga biladigandek tuyulaverardim-da. Nechtasini buzganman mana bo'lmasa. Nechtasini yo'q bo'lganman. Biladigandek tuyulaverardi-da menga. O'sha narsani anaqa qilayotgan paytimda, bichayotgan paytimda chiqarmaguncha, ishonasizlarmi, yod bo'lsa ham aytaman, hojatga ham bormasdim. Mazam bo'lmay qolardi. Mana shunaqa darajada o'tirardim-da. Chunki bu ishni men o'zim yaxshi ko'raman. Men qiyinchiligini ko'ryapman, buni andaza chizdim, boshqa qildim. Fasonni o'zgartirsangiz bunga pul turadi demayman. Chunki bu ish bilan shug'ullanish men uchun zavqli. Va oxirgi zakazimni aytay sizlarga. 2 yil oldin bo'ldi bu narsa. O'sha $500 beraman dedi. Murakkabroq uslubdagi anaqani olib keldilar. Вечерний ko'ynakni olib keldilar. Mana shu вечерний ko'ynakdan tikib bering deb rasmini ko'rsatdilar endi. Materialni hammasini o'zingiz olasiz dedilar. Materialga alohida pul beraman debdilar. Ish haqingizga $500 beraman. Oldingi eski klientim endi. Eski klientim bo'lgani uchun anaqa qilmanda, ichim shoshib ketyapti. Oyimniki aytmayman. Oyimniki aytsam tikmayman deb aytadilar. Chunki ular meni finansoviy direktorimlar-da. Meni anaqaga ilmiy yo'nalishga chiqarib bo'ldilar-ku endi. Ilmiy yo'nalishga chiqargandan keyin tikuvchilikdan oson pul kelish yo'llarini o'rgatib bo'lgandan keyin yana qaytib tikuvchilik qilib, men bu zakaz olaman degan yoqmaydi oyimga. Keyin anaqa dedim, "Oyi, qarang, men bu qiziqarli ekan" dedim. "Ha, chiroyli ekan" dedilar. "Ha, keldi-yu klienting deyaptilar-da, anaqa qildimi, tikib bergin deyaptimi" dedi. Keyin "Ha, shunaqa deyapti" dedim-da. "Nech pul olasan" dedilar-da. Indamadim. "Hozir $500 desam, точно yo'q" dedilar dedim. Indamanlarda qancha biladilar, 500 yoki 1700 deb kelishardi oxirgi paytda. Kelib bering o'sha narsa. Chunki ular $2000, $3000 turadigan kiyimlarni bu yerda yo'q, hali kirib kelmagan, O'zbekistonda yo'q bo'lgan boshqa bir chet el saytlaridan olinadigan kiyimlarni zakaz qilish yaxshi ko'radigan, eksklyuziv kiyish yaxshi ko'radigan mijozlarim bor edi. Bir 5-6 ta mijozlarim bor edi. Shunaqa bankda ishlaydigan, yaxshi joylarda ishlaydigan, ular anaqa emasdi. Mana pulni oshirib anaqa qilardi-da. Keyin "Qancha, 1000 olasanmi" dedilar. Keyin "Yo'q, unaqa emas" dedim. Shu 500 deb aytdim. Shunaqa desam, undan ko'rasa debdilar. U $500 tikadigan ko'ynagingga necha kun vaqting ketadi? Eng kamida 3 kun, eng ko'pida 1 hafta vaqting ketadi.
Mana shu bir hafta ichida undan ko'rasi kitobingni yozgin debdilar. Kitobingni yoz debdilar. Bor bilimingni boshqalarga ham ulashgin va kitobingni yoz debdilar. Qancha foyda ko'rasan debdilar. Keyin o'sha anaqa mijozimni qaytarganman. Olmaganman o'sha nimani. O'sha men zakazdan chiqqanman. Bu bilan nima demoqchiman? Bu oldin menda hobbi edi. Sizlar o'zingizga xulosa qilib olishinglar uchun aytmayman bu gaplarni. Bu oldin menda hobbi edi va boshqa asosiy kasbim qilib yuridikani tanlagan paytimda advokat bo'lishni xohlardim. To'g'riroq odamlarning xohishlari edi. Advokat bo'laman deb o'qishga kirgan paytimda bu ish menga to'g'ri kelmasligini tushundim va yana o'sha tikuvchiligim bo'yicha ketishni xohlaganim uchun bular qo'yib berishdi. Endi ota-onam qanaqa yondashgan? U paytgacha sen tikishing kerak, nima deydi, zakaz olishing kerak yoki pul olib kelishing kerak degan tushuncha bo'lmasdi ularda. Chunki ular hobbi deb qarashgan, meni qilayotgan ishimni. Xuddi bola sportga borganda ular uchun nimadir olib berasiz-ku. Xuddi shunaqa narsa deb qarashgan va uning uchun material olib beriladimi, pulning to'lasini olib beradimi, qanchasi boshqasi bormi, olib beraverishadi. Uni hech pulni hisoblashmagan. Va asosiy kasbim sifatida boshqasini nima qilmaganim uchun, davom qildirmaganim uchun bu kasbimni, bu hunarimni asosiy kasb qilishim uchun ruxsat berishgan. Endi asosiy kasb qilgan paytimizda men hozirgi tepadagi gaplarni nima sababdan aytdim? Pul keladigan yo'llarini o'ylashni boshlashimiz kerakligini tushuntirmoqchi bo'ldilar oyim menga. Pul keladigan yo'llar. Xo'p, pul keladigan yo'li tikuvchilikda birinchi o'rinda nima deydigan bo'lsak, albatta zakaz tikish. Eng past darajasi albatta sexda anaqa bo'lish, choqchi bo'lish. Bilasizlarki, sexda choqchi bo'lish, sexda choqchilar bormi oramizda? Kommentariyada yozinglar. Sexda choqchi bo'lish, anaqa-ku, bizda juda ham arzon turadi. Umuman kirib bo'lmayapti-ya, efirga debdilar. Nimaga unaqa bo'lyapti, qizajonlar? Kelinglar, boshqatdan o'ylaylik shuni. Qizlarjonlar, endi ovozim qanchalik darajada yaxshi eshitilyapti hozirga? Qariyam ovoz yo'qmi? Endi zo'r. Qanaqa qizlar? Endi zo'r. Voy Xudoga shukr. Endi a'lo darajada ulandi, zo'r. Eshitilyapti, zo'r. Xursandman. Bitta ulanib olishimiz kerak ekan-da. Xursandman. Demak, davom qildiramiz. Va endi hobbini pul olib keladigan ishlarga yo'naltirgan paytimizda hobbini pul olib keladigan ishlarga yo'naltirish uchun qonun qoidalari bor. Birinchi o'rinda, masalan, oddiy ishni biladigan qizlarimiz, masalan, bichuvdan xabari bo'lmasa, sexda ishlashlari mumkin bo'ladi. Sexda endi donasiga beriladi. 10 ming so'm, 15 ming so'mida, masalan, nima deydi, osonroq narsalar bo'ladigan bo'lsa, hattoki 5 ming so'mdan ham to'lanishi mumkin. Xo'p, endi undan keyin yuqori darajasi nima deydigan bo'lsak, atelyeda ishchi bo'lib ishlash. Agar bichishni biladigan bo'lsangiz-ku, unda anaqasiz bo'ladi. Atelyeda 50 yil ishlasangiz bo'ladi. Ko'chadan keladigan o'sha mijozlarni ishini tikib bergan holatda. Va agar yaxshi mijoz yig'ib olsangiz, o'zingizni ishingizga ishonchingiz bo'ladigan bo'lsa, uyda zakaz qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin hozir bularning hammasi, masalan, qora ishchini ishi hisoblanadi. Vaholanki, tikuvchilik ham boshqa hunarlarga nisbatan oson bo'lmagan va eng qadimiy kasblardan hisoblanadi. Ya'ni zargarlarni aytadi, dunyoda bitta ayol bo'lsa ham zargarga ish topiladi deb, menimcha bu holat chevarga ham taalluqli bo'lsa kerak-chi. Dunyoda bitta ayol qo'ygan bo'lsa ham chevarga ish topiladi degandek. Mana shunaqa. Xo'p, undan keyin yana qanaqa yo'llari bor deganda, shu sababli mana boshidagi boshlang'ich bosqichlarini men nima qilganman? O'sha mijozlarga kiyim tikkan holatda nima qilganman? O'zim pul topishni boshlaganman. Sexda bichuvchi bo'lib, yordamchi bo'lib ishlaganman. Ustozim yordamchilari sifatida bo'lib nima qilganman? Va o'sha yerda malakamni oshirganman sexda. Lekin o'shanda ham chevarlar nima qilishardiki, chevarlardan 3-4 barobar qimmat olasiz bichuvchi bo'lsangiz. Sababi bichuvchilik bu aqliy mehnat hisoblanadi
chevarchilik bizdan ko'ra qancha ko'p qiyin ishlarni qilmasin, ularniki qora mehnat hisoblanadi va shu sababli 3-4 barobar arzon olishadi narxlarini. Chevarlarga necha pul beriladigan bo'lsa, bitta dona ish tikkaniga unga 1 soat vaqt ketadimi, yarim soat vaqt ketadimi? Nimaga bichuvchilarga o'shandan ozgina arzonroq beriladi. Bitta donasiga. Masalan, 30% chevarga beriladi, 20% bichuvchiga beriladi. O'shandan ham bilsanglar bo'ladi. Va aytganimdek, bichishni bilganligi uchun aqliy mehnat hisoblanadi va aqliy mehnat har doim yuqori baholanadi. Endi u ham yaxshi, yomon emas, lekin u yerda ham, sirtda ham kuni bilan band bo'lishga to'g'ri keladi. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Xo'p, undan keyin nima deydigan bo'lsak, masalan, zakaz olib, boshqa qilib, nima qilgan paytimda asosiy mijozlarim, qayerdan kelgan? Asosiy mijozlarim umuman g'irt begona insonlar bo'lgan. Qayergadir tishimizni davolatishga boradigan bo'lsak, stomatologimiz nima qilganlar? Ular har doimiy klient bo'lib qolganlar. Faqat stomatolog o'zi emas, ketidan qarindosh urug'lari kelib, burasi eksklyuzivniy narsalarni yaxshi ko'radigan stomatolog bo'lganlar. Qizlarni sarpalarini tikib berish, o'zlariga tikib berish, opalari bankda ishlaydi, opalari orqali bankdan juda ham ko'p insonlar kelgan. Menga mijoz bo'lib. Xo'p, bitta narsani aytadigan bo'lsam, stomatologiyaga borgan paytimizda, masalan, bitta borganda, bitta tishingizni plomba qildirib ketmaysiz. Boshqa tishlaringizni ham ko'rishadi, men buni qilish kerak, men buni qilish kerak desa, bo'ldi deb borasiz, yo'q deganda bir 3-4 kun qatnaysizda uyga. Va o'sha borgan paytingizda, momentingiz, men har doim aytaman, chevarlarni vizitniy kartochkasi, mana hozir bozorga kirdik, bozorga kirgan paytimizda magazinlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga vizitniy kartochka beradi. Tashrif qog'ozi. Ularni nimasi bo'yicha, nima deydi, telefon nomerlari yozilgan, hamma Instagramlari, hammasi bo'ladi. Chevarlarni tashrif qog'ozi bu kiyimi bo'ladi, qiziqadi. Kiyimi bo'ladi. Men shu narsani aytmoqchiman hozirga. Va chevarligingizni isbotlamayapsizmi yan atrofdagilarga? Siz yaxshi kiyinmagansiz. Siz o'zingiz chiroyli kiyinmagansiz. Balki ehtiyoj yuzasidan unaqa ko'p kiyim kiyishga o'zingizga vaqt ajratmaysiz. Yoki-da bozordagilar arzon deb bozordan sotib olishingiz mumkin. Ishoning, bozorda sotib olgan kiyimingiz bilan hech qachon yaxshi pul beradigan, yaxshi haq beradigan anaqani mijozni topa olmaysiz. Va endi mijozlar qanchalik darajada arzon narxda tiktiradigan bo'lar ekan, o'shancha darajada injiqligi oshib boradi. O'shancha darajada. Yaxshi kiyimlarni tiktiradigan mijozlar, bilmadim, balki menga shunaqa uchramagan. Bittasi albatta uchragan. Bittasi uchragan, o'sha injiq mijoz deydi. Men o'zim ham professional darajada yondashmaganman, o'zimdan bo'lgan xatolik. Lekin bu yerda qimmatga tiktiradigan mijozlarim o'zingiz tanlang fasonini, o'zingiz tanlang, anaqasini, hamma ideyalarini, materialini ham, furniturasini ham o'zingiz olingdirdi, anaqasini pulini qo'shib ustiga berardi. Unga qo'shimcha ravishda agar mabodo o'zlari olib keladigan material olib keladigan, Dubaydan material olib keladigan materialchilarimiz bor edi. Ular ham tiktiradigan bo'lishgan edi va ular anaqasini materialni beradi va unga qo'shimcha ravishda pulini ham beradi va yana o'zimga sovg'a qilib, xuddi o'sha materialdan sovg'a ham qilishadi. O'shancha metraj. Sovg'a ham qilishadi. Bu nimaga borib taqalyapti hammasi? Albatta ilmga borib taqalyapti. Va keyingi masala, birinchi o'rinda ilm bo'ladi. Ilmingiz professional darajada bo'lishi kerak. Busiz hech ham iloji yo'q. Hech ham iloji yo'q. Sotuvingiz zo'r bilsangiz ham, ilmingiz yaxshi bo'lmas ekan, ishoninglar, bir martalik mijoz bo'ladi sizda. Qayta kelmaydi bu mijoz sizga va ketidan mijoz olib kelmaydi. O'shaning uchun, masalan, ko'p ishga emas, e'tiborli. Bitta insonga zo'r qilib chiqargan bo'lsangiz, o'sha insonga zo'r qilib chiqarilgandan keyin u insonni orqasidan 14 ta mijoz keladi, o'zi indamasa ham. Agar o'zi maqtasa 50 tagacha mijoz kelishi mumkin. Chunki u qo'shnisi bor, qarindosh urug'i bor, o'rtoqlari bor, yana nima deydi, tanishlari xullas ko'p. Va u qayerga borsa, sizga kiyib bergan kiyimingizni kiyib boradigan bo'lsa, voy kiyiming yaxshi ekan desa, "Ha, zo'r chevar topdim" deydi. Zo'r chevar topdimman deydi. O'shanga tiktiryapman deb aytadi bu narsani. O'shaning uchun qizijonlar, sifat birinchi o'rinda turadi. Sifat birinchi o'rinda turadi. Endi sifatni zo'r qilib to'g'rilab oldik. Shunaqa zo'r sifatli tikadigan chevarlarimiz bor oramizda, lekin mijozi kam. Mijoz kam. Bu yerdagi qilinadigan xatoliklar, mijozi kamligi. Xo'p, kimda qanchalik mijoz bor, o'shalarni ko'raylik bo'lmasam, keyingi savolni qilaman.
Biz oilada 6 nafar qiz farzand edik. Onam bilan 7 ta ayol kishi edi yoshligimdan. O'z oldimga maqsad qo'yganman. Men uddalayman, uydagilarini ko'ylagini o'zim tikib beraman deb. Lekin o'zim bir marta ham tikuvchiga bormasdim. Yoqmasdi ular tikkan ko'ylakka. Dedi bor insonlar masalan yaxshi emas tikuvchiga tushib qoladigan bo'lsa, albatta bundan nima qila olmaydi. Qizda joylar, man sizlarga endi savol bilan hozir murojaat qilyapman. Xo'p, tikuvchilikka qanaqa kirib kelganinglar? Endi qanchalik darajada yoqtirib ish qilasizlar? Bu narsani o'zinglar uchun bilib bo'ldinglar. Va hobbini pulga aylantirish maqsadida kimni qanchalik darajada nimasi bor? Pul topa oladi. O'shalar haqida so'ramoqchiman. Keyingi savolim, kim qanchalik darajada pul topa oladi? Mana shularni yozishinglarni so'radim. Kim qanchalik darajada pul topa oladi? Chevarchilik orqasida. Bu tani birinchi kommentariyga yozilyapti, lekin juda kam deganlar mushtariygim. Hozirgi bergan savolimni yozib qo'ygan. Kim qancha pul topadi? Kommentariyaga yozdim. O'sha yerda nimalarni yozaverasizlar. Men ungacha sizlar kommentariy yozguninglarcha men bitta narsani aytib bermoqchiman. Aytganimdek, bu hunar men uchun hobbi bo'lgan va yaxshi ko'raman. Shu narsa maqsadda aytilyapti. Hobbiligi. Yaxshi ko'raman bu ish bilan shug'ullanishni. Masalan, qancha payt o'tirganimni ahamiyati yo'q. Mijozga men so'z bermaganimni ham ahamiyati yo'q. Mijoz olib kelgan fasonni o'zim chiqarishga bo'lgan ishtiyoqim balandligi uchun bu ish bilan shug'ullanaman. Boshidan o'rganayotgan paytimda onamlar meni bemalol qilib bo'lganlar. Va o'sha ruhiyat qolib ketgan menda. O'xshatsang o'xshatding, o'xshatmasang, o'xshamasa materialni qaytarib beraman, xavotiraman degan, qo'rqmasdan qo'rq degan. O'zingga buni to'g'rilab olasan deganlar. Bilasizlarki, hozir mana eshitib turibmiz, o'ziga tikib olish, o'ziga to'g'rilab olish, qiziga moslab berish bu har doim oson. Chunki hech qanaqa stress bo'lmaydi. Va shu sababli materialni uvol qilamanmi, to'laymanmi degan tushuncha menda qo'rquv bermagan. Bu holatda hech ham qo'rquv bo'lmagan menda. Faqat menga qiziqarli bo'lgan tomoni, mana bosib ishlashimiz sababi o'sha fasonni olib kelingan noodatiy fasonni chiqarishga bo'lgan ishtiyoqim balandligi uchun bo'ladi bu narsa. Chiqarishga ishtiyoqim balandman. O'sha narsa uchun bo'lgan. O'sha narsa uchun mijozlarim ham ko'paygan. Chunki bunaqa yondashuv baribir bilinadi. Agar siz o'zingiz tasavvur qilinglar, mijozga kiyim tikkan paytingizda mijoz aytgan fasonni kiberdingiz, yo'qmi, sizga anaqa qilmayman, tavsiya qilmayman. Bilmayman-ku, yarashadimi, yarashmaydimi. Bu birinchidan o'zi mana shu gapingiz o'zi professionalizm emas. Sizga yarashadimi, yarashmaydimi degan gapingiz o'zi professional yondashuv emas. To'g'ri, chet ellarda bu usluga, bu xizmat alohida xizmat turiga kiradi. Ya'ni to'lovli bo'ladi. Va endi men yarashmasligini izlanardim, to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, o'sha narsani izlanardim. Mana shunaqa qilib shug'ullanish o'zimga zavq berganligi uchun e'tibor qaratilgan narsa har doim nima deydi, boshqacha bir ko'rinishda chiqadi. Duch kelganchalik tashalgan bo'lmaydi. Mana hozir ham masalan duch kelganchalik tikishimizga to'g'ri kelib qoladi ora-orada. Uy ichi kiyimlarni o'zimiz tikkanimiz yaxshi deb, endi qolipimiz yaxshi bo'ladi har holda. Bezak berilmagan yoki bir modeli to'laqonli nima qilinmagan, o'ylanmagan kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha kiyim kiyilmaydi. Duch kelgancha tikilganim yoki o'sha kiyim kimgadir berib yuboriladi. Bir marta kiyilgandan keyin davom qilmaydi. Yo bir marta kiyilishiga ham yetib bormaydi yoki bir marta kiyilgandan keyin berib yuboriladi. O'shaning uchun obdon o'ylash kerak. Obdon o'ylash kerak. Nima tikmoqchi bo'lganingizni, materiali hammasini o'ylash kerak. Materialni olib olib, keyin men nima tiksam ekan degan narsa emas. Rasmga qarab turib, keyin material olish tavsiya qilaman. Rasmga qarab turib. Mana shunaqa qizlar. Endi men mijozlar bilan ishlaganda har doim shu uslubga bo'lardi menda. Bu narsa o'zim yaxshi ko'rganim uchun bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi farqini? Masalan, nima deydi? Majburiyat yuzasidan tikuvchilikka kirgan insonda bunga vaqt ajratib o'tirishga vaqti zoya ko'rinadi. Menga kerak emas bu narsa deydi. Menga kerak emas deydi. Endi o'zi xohlab kiradigan bo'lsa, bu ishda shug'ullanish, bu narsa bilan shug'ullanish soat necha bo'lishiga qaramasdan
kechami kunduzmi bu narsa o'ziga zavq beradi. Bu ham qiziqarli aytmoqchi bo'lganim, tikuvchilikda sizlarga daromad olib keladigan asosiy manba. Bu tikuvchilikni yaxshi ko'rib ishlayotganinglar. Va tikuvchilikni qilayotgan paytimda endi pul topish uchun kirganman-ku, pul topish yo'llarini o'ylashni boshlaganman. O'shanda ukam kelgan nimada har doim chet elda ishlaydi, Olmaotada ishlaydi o'zi Qozog'istonda va kelgan paytida aytyapti, sutkasiga bitta paltoni chiqazayotgan paytimda shoshib chiqazyapman, pul beradi, yaxshi pul beradi. Unga ham anaqasini ideyalarini o'ylaymiz, g'oyalarini o'ylaymiz. Mana shunaqa edi. Keyin aytdiki, opa, bu tikuvchilikni yaxshi ko'rib qilyapsizmi yoki pul uchun qilyapsizmi dedi. Voy, astag'firulloh. Yomg'irdan yurib uyga kirgani bilindi shekilli eson o'tibdi. Va endi anaqa dedim, yaxshi ko'raman dedim, nimaga puli ham yoqyapti lekin dedi. Hozir shogirdlarim shunaqa deyishadi, voy Sinaraxon deydi. Boshqalari ham biri qosh, biri ko'z, yaxshigina pul berishyapti, yo'qdi yoqyapti bergan pullari deyapti-da. Albatta yoqadi-da. Chunki bu ish bilan shug'ullanishimiz o'zimizga bir yoqadigan bo'lsa, uni pulini oladigan bo'lsak, maza qilib ishlatganimiz boshqacha motivatsiya bizga. Xuddi shunaqa puli ham zo'r kelyapti deyman-da. Mana shunaqa desam, keling, hozir tekshirib ko'ramiz dedi. Mayli dedi. Ko'zimni yumdirib, ana chista menga meditatsiya qilyapti-da. Tasavvur qiling, deyapti, pulingiz dedi ko'p sizda dedi. Masalan, tikuvchilikdan olgan pulingizga umuman ehtiyojingiz yo'q deyapti. Xo'p dedi, nima olgan bo'lardingiz dedi. U payt tillarni rosa yaxshi ko'rardim. Menga kim nima sovg'a qiladi deb so'ramasdi. Tilla sovg'a qiladi. Tilla olardim ko'p. Tillalaringiz ham tiqilib ketdi mana deydi. Har xil fasonidan bor deydi. Tillalaringiz ham ko'p deydi. Masalan, nima olardik siz? Qo'liga chiqardik, qo'li olardim. Yo'q, qo'lingiz ham bor deb tasavvur qiling deyapti. Keyin o'zi to'ldirib qo'yapti. Men yana orzu qilishimni, davom qilishimni, cho'zishimni bildi shekilli. Mana deydi, uchastkalaringiz ham bor, har bittamizda mashinalar ham bor. Tasavvur qiling deydi, hozirgidek emassiz deydi, ahvolingiz deydi. Даже deydi, chet ellarda yaxtalaringiz ham bor deydi. Gostinitsalaringiz bor, har bitta davlatda deydi, qayerga boraman desangiz, xohlagancha bemalol deydi, hamma odamlar xizmat etib turibdi deydi. Nima qilardingiz deyapti. Men aytdim, yaxtam bormi dedim. Ha dedi. O'sha yerga ketardim dedim, dengizda dedim, bir hafta dam olardim dedim. Xo'p dedim, keyin nima qilardingiz? Yana nima ish bilan shug'ullanardingiz dedi. Keyin bir hafta dam olardim deb o'sha zerikishga boshlayman dedim. Вечерний ko'ylaklarni tikishga boshladim. Keling ko'ylaklarni dedim-da. Shunaqa desam, ha dedi-da. Endi bo'ldi, ko'zingizni ochib bering deyapti menga aytibdi. Demak, bu sizning haqiqiy kasbingiz ekan deyapti. Haqiqiy hobbingiz bo'lgan va o'shandan keyin pul topishga yo'naltirganingiz bu sizning haqiqiy kasbingiz deyapti. Bunda necha yillar bo'lsa ham qarab ketganingizdan ishlayverasiz deyapti-da. Yo'q dedim-da. Zerikib qolmaymanmi dedim-da. Chunki mana zakaz chiqayotgan paytda charchayman. Qattiq charchaymanda og'riq boshlanardi. Men yelkalarimda, qo'llarimda og'riq boshlanadi, yotib qolardim. Zerikib ketmaymanmi desam, yo'q, zerikmaysiz deyapti. Faqat deyapti, endi siz mana bu ishlarni boshqalarga berishingiz kerak dedi. Endi klientlarni shuncha pul beradigan bo'lsa, boshqalarga bersam, tikuvchilikka ishonmayman. O'zim zakazni qabul qilib olib, keyin uni tayyor holatida qo'yib, masalan, primerga tayyorlab berdiganda ham, bichimini o'zim qilganda ham qanaqa tikilishiga ishonchim bo'lmayapti-da, klientlar oldida o'zim xohlagandek chiqmayapti deb ko'nglim to'lmaydi. Keyin shuni anaqa qilsangiz bo'ladi deyapti. Yoki-da oyimning gaplarini aytyapti, ilmiy yo'naltirsangiz bo'ladi. U qanaqa bo'ladi desa, shogird olasiz deyapti, bilgan bilimlaringizni o'rgatasiz va o'sha bilgan bilimlaringiz asosida kitoblar yozasiz deyapti. Va o'zingizni mana anaqangiz bor-ku, andazalarni ichirasiz deyapti. Qizijonlar bilasizlarmi? Hozirgi ular aytib bergan narsalar bo'yicha menga daromad keladi. Zakaz tikmayman. To'g'ri, men hozir anaqa ham qilmayman, tikuvchiga berib bormayman. O'zi masalan tikib berishim kerak deb, masalan, men uchun qadrli inson bo'ladigan bo'lsa, onamlarnikini, qizimnikini berib bora olmayman birovga tikuvchilikka. Tikuvchilarga zo'r ishongan tikuvchi bo'lsa ham. Lekin dars beraman. Kitoblarim bor sotuvda, andazalarimiz bor sotuvda. Lekin bunda olib qaraganda tikuvchilikda pul topishning 7 xil yo'nalishi bor qizijonlar. 7 xil yo'nalishi. Va bahoriy garderob kursimizga qizijonlar, mana shu tikuvchilikdan pul topish uslubini biz hozir qaysilarini qo'shyapmiz? Oddiy chevar sifatida pul topish uslubini nima qilamiz? O'rgatamiz. Ishlab chiqarish yo'nalishini qo'shib beramiz. Zakaz bilan ishlamaysiz. To'g'ri, zakaz bilan ishlaydigan insonlar bo'ladi. Zavqlanadi biroq. O'shalar bilan ishlaganda. O'sha yerga qiyinchiliklar bormi, yengib o'tish, ular bilan muomala qilish, ularga ish emas, ularga qiyinchilik tug'dirmaydi. Va endi ular mana shunaqa nima bo'yicha ishlasa bo'ladi.
zakaz bilan ishlasa bo'ladi. Lekin menga zakaz bilan ishlash unchalik yoqmadi, qachonki qilishni boshlagan paytimda, o'rgatishni boshlagan paytimda. O'rgatishni boshlagan paytimda bizda shogirdlarimizga nima berib boramiz-ku, vazifa berib boramiz. Kelish kerak bo'ladi, kishi kerak bo'ladi, onlayn topshiradiganlar ham tikib, bichib topshirish kerak bo'ladi. Bunaqa paytda bizda xuddi o'zimiz tikkandek xursand bo'lamiz-da. Yaxshi chiqqan bo'lsa, yomon chiqqan bo'lsa, qatida xatosini aytamiz. U ham bir alohida zavqlanish. U ham bir alohida zavq hisoblanadi. Aytmoqchi bo'lganim, bu suhbatni nima uchun boshladim? Qizlarjonlar, men hozirlarning kommentariylarini o'qib yana javob beraman. Agar siz o'zingizni qiziqqan hobbingizni mana bu ishlash yo'nalishiga yo'naltiradigan bo'lsangiz, o'sha asosiy kasbga aylantirib olib, undan daromad keltiradiganiga aylantiradigan bo'lsangiz, ishoninglar, sizlarni oldingizda turadigani bo'lmaydi. Bu degani nimani bildiradi? Chunki siz bazaviy bilimingiz yaxshi bilimga egasiz va o'sha bilim orqali siz o'zingizni ijodingizni ko'rsata olasiz. O'zingiz fantaziya qila olasiz, har xil fasonlarni chiqara olasiz. Yoki-da ko'pchilik tikuvchilarimiz aytishadi, dizaynerlikka o'qimasak ham qila olamizmi? Fasonlarni har xil o'ylab topa olamizmi? Yo'q, fasonlarni o'ylab topish albatta bu dizaynerlarning ishi. Lekin hozir bizda Pinterest programmasi bor. Bu Pinterest programmasi orqali biz bemalol dizaynerlarning o'rnini bosa olamiz mijozlarimiz uchun. Sababi biz o'sha Pinterestdan olgan har xil rasmlarimiz bor, dizaynerlarimiz joylagan rasmlar bor. O'shalarni bichib tikish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsak, astag'firulloh, bu yerda уже dizaynerlikni bilishingizning hojati bo'lmaydi. Siz faqat rasm bilan ishlashni biladigan darajada bilimga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Rasm bilan ishlashni biladigan darajada. Shu sababli aytmoqchi bo'lganim, bu yerda shunaqa narsaki, agar kasbingiz yuzasidan sharoit taqozosi bilan bu nimaga kirib qolgan bo'lsangiz, bu hunarga kirib qolgan bo'lsangiz, agar bu ish sizga yoqmaydigan bo'lsa, unda bilimni zo'r olasizda, ishlashga har holda o'zingizga yengil qilib olishingiz kerak bo'ladi. Ishlash jarayonini yengil qilib olishingiz kerak bo'ladi. Sababi siz hozir o'zi shundoq ham yoqtirmasdan qilayotgan bo'lsangiz, bu ishni mijozlar bilan muomala qilish yoqmayotgan paytida, astag'firulloh, yana unga siz qiynalib chiqaradigan bo'lsangiz, bilasizmi, bu odam kasallik orttiradi-da. Kasallik orttiradi. O'ta ijod qila olmaydi, boshqa qila olmaydi. Kasallik orttiradi prosta. Bu ish charchatadi, zeriktiradi. Va qizlarjonlar, mijozinglar ko'paytirish uchun qilinadigan asosiy sabablar bu birinchi o'rinda o'zingizga 3 xil kiyim tikib olish bo'ladi. 3 xil kiyim tikib olish, hali siz ishchi ishlatmaysiz, shogirdingiz yo'q, aytaylik, shogirdingiz yo'q. 3 xil yo'nalishda kiyim tikib olish kerak deganda, birinchisi uyga kiyish uchun chiroyli sportivda mijozlarni qabul qilgan paytda. Ikkinchisi ko'chalik, kundalik kiyish uchun chiroyli kiyim bo'lishi kerak. Uchinchisi bizda oqshom ko'ylagi bo'lishi kerak. Oqshom ko'ylagimi yoki klassik bir usuli bo'lishi kerakki, siz qaysidir bir yig'inlarga borganingizda, tadbirlarga borganingizda yoki to'y-hashamlarga borganingizda, endi agar to'y egasi bo'lmasangiz, to'y-hashamlarga borganingizda klassika har doim aktual tartibda klassika bilan anaqa qilsangiz bo'ladi. Nima deydi? Borsangiz bo'ladi va boshqa joylarda ham nima qilasiz. Bu bilan nimani isbotlab berasiz atrofingizdagilarga? Kiyimingiz odatiy ko'rinishda bo'lsa, o'zingizni didingizga moslab qiling. Kiyimingiz odatiy ko'rinishda bo'lsa, albatta kiyimingizni so'raladi. Boshqalarda ko'rilmasa, magazinlarda bo'lmasa va undan keyin siz mana shu qoidaga amal qilib, siz uchta kiyimni tikib olib, ko'chada yurib, ko'chadan mijoz orttiradigan bo'lsangiz, ana undan keyin siz nima deydi? "Men buni tika olasizmi? Buni tika olasizmi?" degan savollar risk kamayadi. 80-90% kamayadi. Sababi siz ko'rsatib beryapsiz, amaliyotda ko'rsatyapsiz. Siz faqat ko'yning lozim tikyapsiz-da, ko'yning lozimda yuribsiz. Har doim ko'chaga borganda ham oddiy kiyimda yuribsiz. Hech qanaqa ishlov berilmagan, hech qanaqa ustida ishlanmagan model. Oddiy kiyimda yuribsizmi? Keyin qaysidir bir chevariga yaxshiroq, qimmatroq kiyimini topshirayotgan paytida, "Voy, men ham tika olardim-ku" deb, даже bilamanki, uydagi qaynagachalari, qaynopalari boshqa chevarlarga olib borib qimmatlarini tiktiradi deydi, qimmat chevarlarga. "Menga bermaydi, men ham bilaman o'sha narsani. O'zingizga kiyganmisiz?" desam, "Yo'q" deydi. "Men qat'iy kiyaman uni" deydi. Qat'iy kiyadigan joyingiz ko'p-ku. Masalan, ertalabdan kechgacha faqat uyda qamalib o'tirmaydi-ku inson.
O'shaning uchun mana shunaqangi bir 3 xil kiyimni tikib olish tavsiya qilinadi. Bu sizlarga birinchi o'rinda sifatli kiyim tikadigan bo'lsangiz, yaxshi kiyim tikadigan bo'lsangiz, mijoz olib keladigan yo'li hisoblanadi. Hech kimga yalinmaysizlar. Hech kimga yalinmaysizlar, ko'chadan olib keladilar bu narsani. Va orasida masalan, voy, anavi arzon tikadi-ku, nimaga siz qimmat tikasiz deydigan bo'lsa, unda bemalol borib ko'ring, o'shalarga boring deb aytoladigan darajada bo'lasiz. Bilimingizga ishonchingiz bo'lsa. Chunki manda ketkadigan hali yo'q deb ayta olasiz. Agar siz o'zingiz murakkab kiyimlarni tika oladigan bo'lsangiz. Va albatta, bahoriy garderob kursimiz oldin klassik kostyumlar, klassik uslub kursimiz edi. Klassik uslub kursimizda o'qiganlar ham, universal modelyer kursimizda o'qiganlar ham mana shunaqangi darajaga chiqa olishdi. Alhamdulillah. Chiqa olishdi. Sababi ular birinchi qo'yilgan sharti bilimni zo'r olishni uddalashdi. Zo'r olishdi. Endi kommentariyalarga qaraymiz. Kim nech pul topishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, hali endi boshladim, kam hali debdilar. Xo'p, endi boshlagan bo'lsangiz, kam bo'ladigan bo'lsa, albatta ko'paytirish yo'lini o'rganish kerak bo'ladi. Va ko'paytirganda albatta o'ziga xos yo'l yo'riqlari bor. Ko'p topolmayman debdilar. Men endi boshlayapman, yosh bolam borligi uchun hali tikish qilganim yo'q debdilar. Endi boshlamoqchiman. Men ham hali pul topmaganman. 100 ming, 200 ming so'm bo'layotgan bo'lsa juda ham kam, oyiga juda ham ko'p. Men ham ko'p topolmayman. Men qizlarim onamga tikaman, mijoz deyarli yo'q debdilar. Men 500 ming topaman oylik hisobidan oyiga. Mijoz 0. Tikish qilishga ham mijoz yo'q debdilar. Unda qanaqa qilib qayergadir borib ishlaysizmi? Yoki bu mijoz orqali olinadigan pulmi? Juda ham kam. Men ham endi o'rganaman, keyinchalik ko'ramiz debdilar. Assalomu alaykum. Hozir chatlaman, qaytib albatta. Chetdaman. Chetdaman demoqchi bo'lganlar. Qaytib albatta debdilar, qaytib albatta topaman demoqchilar. Yana tikuv sexi ochib, ishimni noldan boshlamoqchiman. Faqat hozir ishlaydigan joyimiz markazdan chetroqda bo'lgani uchun yaxshi narx haq to'lamasligi qo'rqityapti. Nima maslahat berasiz debdilar. Ajoyib savol. Albatta to'xtalaman. Ustoz 60-razmer haqida ham ozroq ma'lumot bering, qiynalaman, shu bo'yicha debdilar. Har xil harakatiga qarab deganda, masalan, bir nimasi bo'ladi-ku, o'rtacha mana narxdan mana narxgacha ham topa olaman degan. Xo'p, zakazim yaxshi yaqinlarimga va zakazga ham olaman. 3-4 million debdilar, yomon emas. Zulfizar 5 million debdilar. Yomon emas. Men topmayman, faqat o'zimiz uchun. Assalomu alaykum, meniki 1 million. Ko'proq qarindosh qanapamda, ularni qizlari tiktirishadi, pulini berishmaydi. Voy, eng yomon narsa-da. Mana shu narsa tikchilikni qaytarib yuboradigan. Men bilasizlarmi, qizlarimga nimani o'rgatdim? Mana shu nimada ustoz endi ularga qanaqa javob berishni ham o'rgating deb o'shanda aytdimki, ustozimiz anaqa berganlar, vazifa berganlar, ko'p pul to'lab o'qiyapman hozir. Mana shu pulimni oqlashim uchun ularni bergan vazifalarni bajarishga majburman deb ayting deganman. Va endi o'qishni tugatganimdan keyinchi debatda. O'qishni tugatgandan keyin shunaqa vazifa berdilar, bizga chiqarib o'qigan pulingizni endi 2 baravar, 3 baravarini topishingiz kerak. O'shaning uchun yana boshqa vazifalar berdilar biznes bo'yicha deb ayting deyapman. Mana shunaqa deb o'rgatyapman hozir. Ustoz hali endi boshladim, orada qilmay qo'ygandim. Malaka oshirish, bilim oshirish kerak ustoz debdilar. Menda ham kam debdilar. Shu debdilar. Men juda ham xohlayman tikib pul topishni debdilar. Meniki Allohga shukr 2 million debdilar. Yomon emas, yaxshi. Lekin yuqori ehtimol bilan o'zingizlar tikayotgan kiyimlarni olayotgan daromadda bo'ladi. O'zingizlar tikayotgan paytda ham, masalan, buni ko'paytirish uchun, masalan, 2 million qilish uchun ham eng kamida 10 ta ko'ylak tikish kerak. Agar o'rtacha hisobda ko'pchilik qizlarimiz aytayotgandek 100 ming so'mga tikadigan bo'lsangiz, unda 20 ta ko'ylak tikishingiz kerak bo'ladi. Bilasizlarmi? Buni pulini oshirishi zo'r yo'li bor. Aytishimni xohlaysizlarmi, qizijonlar? Zo'r yo'li bor.
qiyinmi, qiziqishni boshlolmayapman debdilar. Nima maslahat berasiz debdilar. Hozir albatta to'xtalaman. Birinchisi o'sha o'zinglarga kiyim tikib olish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu nima deydi? Men aytmayman. Oyiga birdaniga $1000 topasizlar, $2000 topasizlar. O'zbekiston sharoitida bo'lib ham qishloq joylarida bu narsaniga erishish bittada qiyin bo'ladi. Bittada qiyin bo'ladi, lekin yo'li bor uni ham. $1000 topishga ham yo'li bor. Faqat siz endi anaqaga mijozlarga, yaxshi mijozlarga chiqishingiz uchun biza nima qilishimiz kerak bo'ladi? Albatta birinchi o'rinda o'zingizga ko'chirib chiqqan kiyimlarni bozorda qimmat narxda turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Men buni o'tgan safar anaqamda ham aytgan edim. Jonli efirimda ham aytgan edimki, o'zingizga qimmat narxda qimmat turgan kiyimni ko'chirib oladigan bo'lsangiz, solishtirish orqali narxingizni oshirish imkoniyatingiz bor. Turetskiy kiyimlar chekka joylarga ham bo'lgan joy. Qaysi mana regionda kimda, mana hozir eshitayotgan qizlarimiz orasida kimni yashayotgan joyda turetskiy kiyim sotilmaydi. Turetskiy kiyim sotilmaydiganlar bormi? Sotiladiganlar bo'lsa sotiladi deylar. Sotilmaydigan bo'lsa sotilmaydi deylar qizlarjonlar. Italyanskiy kiyimlar bor to'g'ri, lekin bu O'zbekistonda ham hamma joyda bor degani emas. Qo'qonda bo'lishi mumkin, Farg'onada bo'lishi mumkin, Xorazmda bor, buni bilaman. Toshkentda bor italyanskiy kiyimlar, lekin juda ham qimmat. 18 million, 20 million, 15 milliondan boshlanadi. Sotiladi debdilar. Qayerda turasizlar va qayerda sotiladi turetskiy kiyimlar? Qayerda turishinglarni ham yozib ketinglar. Navoiyda bor, sotiladi. Qayerda turasizlar? Qayerda turishinglarni ham yozinglar. Qashqadaryo, bizda ko'p. Buxoro, Buxoroda ham pul ishlash imkoniyati ko'p unda. Jizzaxda juda ko'p sotiladi. Jizzax debdilar, Qashqadaryoda bor, Qo'qonda sotiladi. Qo'qondagini bilaman. Jizzaxda, Andijon, sotiladi, qizlar sotiladi. Men nimaga aytmayman bu narsani? Va Namangan polni Turkiya debdilar, lekin Namangan ishlab chiqarish makoni bunda olib qaraganda. Bizda sifatli kiyimlar ishlab chiqarilishdi, sifatli kiyimlar bo'lmaganligi uchun nima qiladi? Mana baribir Turkiya sotiladi. Nimani aytmoqchiman? Aynan mana shu turetskiy kiyimlar sotiladigan, Samarqandda ham ko'p bo'lsa kerak, Samarqandda ham. Turetskiy kiyimlar sotiladigan regionlarda pul ishlashi oson tikuvchilarni. Nimaga turetskiy kiyim ko'proq tarqagan italyanskiydan ko'ra? Italyanskiylar juda ham qimmat qizlarjonlar. Italyanskiylar $500 dan boshlanadi, rubashkalari $350 ga ham bor, lekin unchalik yoqtirmaysiz ularni. $500 kiyimlari yaxshi. Endi $2000, $3000 kiyimlarida nimaga O'zbekistonga olib kelishmaydi? Asosiy savol. Men javob berib o'taman bu narsaga. Sababi bizda o'rtahol insonlar juda ham ko'p, ya'ni biz agrar davlat hisoblanamiz. O'zbekistonning 90% bizda qishloq sharoitida yashaydigan insonlar. Va endi qishloq sharoitida yashaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, lekin turetskiy kiyimlar o'rtacha narxi $100 dan $200 gacha, to'g'rimi qizlarjonlar? $100, $200 oralig'ida yuradi. Ko'p keladigan kiyimlar. To'g'ri, undan qimmati ham bor, undan arzonrog'i ham bor. O'rtachasini aytmayman hozir. Endi chevarlarga bu ayni muddao. Chevarlarga. Men qimmat anaqaga narxga chiqib ketganimni sirini aytmoqchiman hozir. Qimmat narxga chiqqanim. Menga italyanskiyni ko'chirtirishadi. Italyanskiyni ko'chirtirishni xohlashadi. Ulardagi murakkab fasonlarni men nima sababdan chiqara olaman? Allohning izni avvalo. Allohning bergan zehni bilan va qolaversa professional tikuvchilikni o'rganganim bilan. Shu sababli men nimaga hozir hatto $500 yoki $1000 topishni o'rganib olishinglar kerak deb aytmaymanki, turetskiy kiyimlar $100 dan $200 gacha. Endi siz $100 kiyimni ko'chiring, bor yana sizdan nima ketdi? Professional tikuvchilikni bilasiz, $200 masalan ko'chiring-da, modelini o'zingizga ko'chiring, modelini va sizga o'sha Navoiy turetskiydan oldingizmi qimmat turadi-ku bu deb ushab ko'radimi? Ko'pchilik aholini shunga kuchi yetadi bizda. Turetskiy kirib kelishini, ko'p kirishini sababi ham shunda. Italyanskiylar undan qimmat kiyimlar kirib kelmasligini sababi ham aynan shunda. Bizdagi anaqamiz, aholimiz anaqa bo'lganligi uchun nima deydi? O'rtacha narxdagi kiyimlarni ola olganligi, shunga o'ziga jur'at qila olganligi uchun bizga ko'proq mana shu turetskiy kiyim kirib kelgan. Endi chevarlarimiz bundan foydalansa bo'ladi. Nima sababda? Masalan, chevarlarimizni bilimi zo'rlari borda, lekin bilimi zo'r ham ana 200 ming ketkadi, 300 ming ketkadi yoki
bir yuz ellikmingga tikadi, bilimi yo'q ham bir yuz ellikmingga tikadi. Bu to'g'ri emas-ku. To'g'ri emas-ku. O'sha bilimi yaxshi bo'lib, yaxshi narxga tikolmayotgan chevarlarimiz pul topishi yo'lini bilmayotgani, o'zini xobbisini pul topishga yo'naltira olmayotgani bo'ladi. O'sha hozir mana kursimizga a'zo bo'lib savol javob qilayotgan qizlarimiz orasida shunaqa savollar bo'ladiki, klient yo'qotib qo'ymaymizmi? Biz hozir o'rgan vaziyatda qimmat cheez kerak deb aytasiz. Klient yo'qotib qo'ymaymizmi? Klientga taklif berishni bilish kerak. Klientga taklif berishni bilishimiz kerak. Hozir bizni ham bir muhim qarorlar qabul qiladigan jarayonda turibmiz. Chunki men o'zim bilasizlarki, onlaynda ishlashga juda ham o'rganib ketganman. Onlaynni nima deydi, qulayliklari juda ham ko'p. O'rganuvchiga ham, men bilan birga ishlayotgan mijozlarga ham qulayligi juda ham ko'p. Offlaynga chiqsammi degan bir tushuncha bor. Offlaynda albatta o'zingizni komfort zonangizdan chiqasiz. Lekin onlaynni shunaqa rivojlantirish mumkinki deb bugun unga ham yana javob topib berdim o'zimga va shogirdlarimga aytib hozir bu narsani. Baribir yana onlaynda qolishimiz kerakmi degan shu ikkilanish bo'lyapti, chunki menda bu 80-90% onlaynga tortib ketadi har doim onlaynda ishlashga. Bu narsani hamma ayollarimiz qila oladi. To'g'ri, onlaynni rivojlantirish uchun internetni bilish kerak, telefonni bo'lish kerak qo'lida. Endi hozir men bu jonli efirga kirayotgan paytda telefoni borligi aniq, internetga kiradigan, lekin nima deydi? Taklif berishni yaxshi bilish kerak. Mijozga yaxshi taklif berishda. O'sha $200 kiyimni ko'chirayotgan paytingizda so'raydimi, ular ham ko'rib yurgan. Yaxshi kiyimni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, o'shalar ham so'raydimi? Aytasiz, yo'q, o'zim tikib oldim deysiz. Birkasi yo'q, o'zingiz tikkanligingizni ko'rsatasiz. Boy unaqa pulga ola olmayman, men o'zim tikishni bilgandan keyin. Ana undan keyin men hamma narsani chiqara olaman desangiz yarashadi. Va keyin menga ham tikib bering, necha pulga tikib berasiz deydi. Albatta $200 ga 2.600.000 so'm turgan narsani siz tikuvchiga tiktiraman deganda uni xayoliga birinchi bo'lib nima ketadi bilasizlarmi? Nima ketishini? Voy, materialni olib bersam, material palon so'm bo'lsa, buni qo'liga 150 so'm bersam yoki 200 so'm bersam, o'sha $200 ga 2.600.000 so'm turadigan narsani uzoq 300 mingga tiktirib olaman. Uzoq 400 mingga tiktirib olaman deydi. Mana shu paytda siz o'zingizni shartingizni qo'yadigan payt keladi. Yo'q deysiz, men oddiy ishchi emasman deysiz. Men oddiy chevar emasman deysiz. Shunaqa deysiz, men professional o'rganganman o'sha deysiz. Siz aytasizki, mana shu anaqa turibdimi, $200 turibdimi, mana shuni men $100 ga tikib beraman deysiz. Xuddi o'zidek qilib. O'shanda ham sizga 50% foyda bo'ladi deysiz. Endi bitta o'xshagan bo'lsa, mijoz albatta sizga qaytib boshda voy, bu qimmat-ku deydi, ishi deydi. Yo'q deysiz, qimmat emas deysiz, ishiga yarasha deysiz. Borib ana shu boshqani ko'ngli lozim tikadigan chevarlarga tiktira olmaysiz-ku bu narsani deysiz. Hammani aqliga yarasha pul mehnat oladi deysiz. Men tayyor holatini tikaman deysiz, mana shunaqa deb aytasiz. Shunaqa taklif bergan paytingizda materiali ham hammasi o'zidan bo'ladi deysiz, o'zimdan bo'ladi deb aytasiz. Materialni qanaqa tanlagan bo'lsangiz, xuddi o'shanaqa nima qilasizda, buni o'sha aytasizda, ko'rsatasizda va shuncha narx deb aytasiz. Ana o'shanda odamni sekin-sekin o'rganishni boshlaydi. Bittasi qimmat deydi, ikkinchisi qimmat deydi, uchinchisi qimmat deydi, lekin 10-chisi rozi bo'ladi. Turetskiy kiyim nimaga ko'p deb men boshidan bu savol bilan boshlaganim bekorga emas. Siz turetskiy kiyim kiyadigan mijozlarga xaridor bo'lasiz. Ya'ni ularni nimasini yaxshi taklif berganingiz 50% narxiga siz tikib beraman deb taklif berasiz. Masalan, $100 bo'lsa $50 ga, siz endi $50 narsani tikayotganingizda ham $50 ga materialni o'zim oldim degan taqdiringizda ham bor-ku. Qiziqjonlar, siz 100 ming so'mga tikmaysiz, 200 mingga tikmaysiz. O'shaning uchun men o'zimizni sharoitimizda, O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holatda pul topish yo'llarini aytaman. Chevarchilik bo'yicha. Va albatta bu narsani bahoriy garderob kursimdagilarga ham, universal modelyer kursimdagilarga ham o'rgataman. Mana shunaqa qiziqjon. Va unga qo'shimcha ravishda biz nima qilamiz? Mana ishlab chiqarish yo'nalishini, ayollar yo'nalishi bo'yicha premium tarifimga ham anaqa qilaman. Hozir bahor, ya'ni Ramazon munosabati bilan kurslarimga ham aksiya e'lon qilganman. 3 million so'mlik vaucher berganman va ishlab chiqarish yo'nalishini ham premium tarifiga ham qo'shib berishga qaror qildim.
Sababi menda shogirdlarim shunaqasi bitkazib ketishini va zo'r mutaxassis bo'ldi, zo'rdik. Yana o'sha eski hamon eski kitob bo'lib, yana o'sha eski narxga mijozlar bilan muomala qila olmaganligidan, mijozlarga yaxshi taklif bera olmaganligidan eski narxga o'tirishini umuman xohladim. Shu sababli Ramazon oyi munosabati bilan hayitlik desak ham bo'ladi. Hayitlik desak ham bo'ladi. Mana hayit arafalarida e'lon qilayotganligim uchun o'sha premium tarifiga 40-razmerdan 70-razmergacha bo'ladigan o'lchamlar bilan andazasini bez primerka chiqaradigan qilib, hattoki yenglarni ham moslagan holatda chiqaradigan qilib o'rgatishga qaror qildim. Va bahoriy garderob kursimizga esa VIP tarifi ishtirokchilariga, VIP tarifiga bor yo'g'i 10 kishini qabul qilaman. Nafaqat ayollar yo'nalishini, sovg'a sifatida ayollar yo'nalishini, bolalar yo'nalishini va erkaklar ishlab chiqarish yo'nalishini sovg'a sifatida berib olmoqda. Bu degani har bitta yo'nalishim 9 milliondan 18 million bo'lyapti. 18 millionlik kursimni men VIP tarifiga hozir sotaman. Va bu VIP tarifimiz hozir 3 million so'mlik chegirma bilan yaxshi narx turibdi. Yaxshi narx turibdi. Va kurs haqida barcha ma'lumotlarni oladigan bo'lsanglar, adminimizga murojaat qilasizlar. Adminimiz hammasiga javob beradilar. Va hozir bizda ayni paytda VIP tarifiga ko'plab anaqalar bo'lyapti. Nima deydi? VIP tarifiga ko'plab mana bu talablar bo'layotgani uchun VIP tarifiga ko'p ola olmasligimni e'lon qildim kecha. VIP tarifiga nimani ola olmaymiz, ko'p ola olmaymiz. Xo'p. Bor yo'g'i 10 kishinigina qabul qila olamiz. Albatta VIPda imkoniyatlar ko'p. VIPda o'ziga yarasha beriladigan nima deydi? Yutuqlar ko'p, lekin bor yo'g'i 10 kishini qabul qilamiz va 10 kishidan ham o'sha ancha-munchasi joyini band qilib bo'ldi. Xo'p, endi bahoriy garderob kursimizda yuzasidan hozir kimlarga nima qilishingiz, murojaat qilishingiz mumkinligini men hozir bu yerda yozib qoldirmoqchi edim. Yozolmayapman. Xo'p, bu yoqqa kiramiz endi. Hozir mana tashlayman bu yerda. Adminimga murojaat qilib, bemalol bilib olsanglar bo'ladi. Adminim albatta hammasi haqida sizlarga ma'lumot beradilar, joylar. Mana, tashlab qo'ydim. Dinara To'rayeva adminga yozasizlar va bahoriy garderob kursimi nimasidan hammasini bilib olsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda nima sababdan o'zi mana universal modelyer kursidan boshlandi? Nima sababdan bahoriy garderob kursi biz universal modelyer kursi bo'lsin, biznes yo'nalishini qo'shib olman. Boshida aytganimdek, qizajonlar. Siz qiladigan ishingizdan yaxshi anaqa qilmas ekansiz, daromad topmas ekansiz, bu ish sizni charchatadi, zeriktiradi, qilgingiz kelmaydi. Mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zim yaxshi ko'raman, lekin tekinchilar ko'p deb aytadi-da, mana qarindosh urug'lari nimasi bo'lsin, qarindosh urug'lari tomonidan tekinga tiktiradiganlar bo'lsa, o'zi tomon o'zini qarindosh urug'lari ham yetib ortadi-da insonga. Lekin men tikmaslikni tavsiya bergan bo'lardim tekinga. Tekinga emas, endi arzon narxda beradi degan taqdirda ham tikmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Ozgina bezroq bo'lmasangiz, ozgina o'zingizni fikringizni ayta oladigan bo'lmasangiz, siz bu hunardan yuqori ehtimol bilan tezroq chiqib ketasiz. Sababi nima deydi? Odam charchagandan keyin bundan miya signal beradi-da, shunaqa. Senga bundan pul kelmayapti, foyda kelmayapti. De, qilganingni foydasi yo'q. Nima qilasan? O'shandan nechta tikuvchi shogird opalarim bor, tikuvchi singillarimiz bor, aytishadiki, nima emas. Tikuvchilik yaxshi hunar emas. Mana Mursalina. Mursalindan ham mana modelografim, ularni ham onalari chevarlar. Lekin ular haligacha ham qiynalib ketganlari uchun Mursalinaga o'sha tikishga qiziqayotgan paytida modelografimga yo'q qilma, kosiyam oqarmaydi deganlar. Bunaqa chevarlar nechtamiz oramizda? Ko'pmiz-ku. Ko'psizlar yo'q. Arzon tikkaninglar uchun, tekinga ko'p tikkaninglar uchun ko'psizlar-da. O'shaning uchun nima deydi? Bu chevarchilik aslida qiyin kasb emas, faqat buni to'g'ri yuritishni bilmagan insonlarga bu qiyinlik qiladi. To'g'ri muomala qila olmaydigan insonlarga bu qiyinlik qiladi joylar. O'shaning uchun nima deydi? Bu yerda pul topishni o'rganishimiz, mijozlar bilan muomala qilishni o'rganishimiz juda ham muhim. Va bu albatta bizda bahoriy garderob kursimizga ham berilyapti, universal modelyer kursimizga ham berilyapti. Bahoriy garderob kursida esa
hozir mana e'lon qilinayotgani ayni paytda ochiq holatda bo'lgani, bu ayni muddao tikuvchilikni o'rganib, yaxshi o'rganib, keyin sotuvni yo'lga qo'yaman, brendimni yarataman degan qizlarimiz uchun ayni muddao sababi men hali hech bitta kursga qo'shib bermaganman, bahoriy garderobga qo'shib bergan aksiyalarimni va qo'shimcha ishlab chiqarish yo'nalishlarimni. Ishlab chiqarish yo'nalishimiz bo'yicha nechta qizlarimiz hozir nimaga eksportga kiyimlarni chiqarishadi. Eksportga aniq qilishadi, chiqarishadi. Va xudo xolasa hozir endi shogirdlarim uchun ham bitta nima ochaman, magazin ochishni o'ylab turibman. Faqat buni onlayn qilamanmi yoki offlayn qilamanmi? Juda ham boshim qotgan qizajonlar. Albatta bu borada ham maslahatingiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan maslahatlashgan holatda nima qilish kerakligini hammasini o'ylab topamiz-da. Shunaqa qizajonlar. Xo'p, ishlab chiqarish yo'nalishlari, biznes bo'yicha darsliklar, avvalo tikuvchilik bo'yicha darsliklarni hammasini ko'rmoqchi bo'lgan qizlarimiz adminimizga murojaat qilib, hammasi haqida bilib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana shunaqa qizajonlar. Kim qancha pul topadi deganda kommentariyalar bor, o'sha yerdagi savollarga javob beramiz va bugungi jonli efirimiz mana shu yerda tugaydi qizajonlar. Sanoatxon, assalomu alaykum. Tanaffusda edim, hozir topardim. Yaxshi topardim. Endi boshlayapman. Yangi andasangiz juda yoqdi. Qachon sotuvga chiqadi debdilar. Menimcha shu 10 kunlardan keyin sotuvga chiqsa kerak. Probniga chiqargan edim. To'g'risi o'zimga ham juda ham yoqdi qizajonlar. Вообще baquvvat ekan. Rosa baquvvat. O'zimga ham yoqdi. Mana Namangan, Samarqand, Qo'qon, Andijon juda ko'p joylarda bor. Hamma joyda bor O'zbekistonda. Hozirgi aytgan yo'nalishim bo'yicha bemalol qilsanglar bo'ladi. Men tayyor kiyim ola olmayman. Kamchiligi ko'rinib turadi. Hammasi ishlab chiqarish debdilar. Hammasi ishlab chiqarish Turkiyaniki ham ishlab chiqarish. Turkiyaniki ham individual tikishmayapti. Individual tikish bu kimgadir zakazga borib tiktirish hisoblanadi. O'zingiz qomat turizmdan kelib chiqqan holatda tiktirish hisoblanadi individual. Ishlab chiqarish Turkiyaniki ham, даже Turkiyani shunaqa bir ishlab chiqarishlari bor, botigi ishlab chiqarishdan ham ayanchliroq ahvoli. Mana shunaqa ishlab chiqarishlari ham bor Turkiyani. Albatta o'zingizga tikkanchalik bo'lmaydi. Menda ham daromad deyarli yo'q, ish qidiryapman debdilar. Bozor kiyimlari soni bor, sifati yo'q, to'g'ri. 157 million tonna kiyim ishlab chiqarilar ekan yiliga. Dunyo bo'yicha 157 million tonna. Va o'shalardan bor yo'g'i 20% sotiladi. 20%. Sifatsizligidan qolgan qismi yo'q borilar ekan, axlatga tashalar ekan, mana shunaqa bo'lar ekan. Qizajonlar, ishlab chiqarishda sifatini yaxshi qilmasangiz qiyin. Alloh bergan nasibamni topaman. Inshaalloh shu sabab atelye ochish harakatidaman, inshaalloh debdilar. Albatta niyatingizga yeting ilohim. To'g'ri, albatta hammasi nasibadan, lekin sabablarni qilishimiz kerak. Sababini qilib, keyin aniq qilishimiz kerak. Natija Allohdan deymiz. Shogird olasizmi? Qanchaga olasiz debdilar. Shogirdlik mana onlaynda o'sha VIP tariflarim bo'ladi. Bahoriy garderob kursi qancha ekan? Nimamizga yozsangiz, adminimizga yozsangiz albatta javob beradilar. Ustoz premium yo'nalishiga ham qo'shib berasizmi debdilar. Premium yo'nalishiga ayollar ishlab chiqarishi bo'yicha o'zbek razmerini qo'shib beraman xudo xolasa. 40-razmerdan 70-razmergacha. Premium yo'nalishiga bahoriy garderobga qo'shib beryapman. Mana bugun e'lon qilyapman sizlarga bu yangilikni. Men ham charchadim tekinga tikishdan debdilar. Albatta charchatadi bu narsa. Men ba'zi klientlarga tiksam tez bitadi, ba'zilariga tikishga qiynalaman, kim kelmay ham qoladi debdi. Ko'p insonlar, shuni ko'p tikuvchilar klient injiqligidan deb aytadi. Klient injiqligidan deyish qanchalik to'g'ri bo'lar ekan bilmadim. Klient injiqligi degan narsaga unchalik ishonmayman. Kiyim bitmasligidan. Bu narsaga unchalik qila olmayman, bu fikrga qo'shila olmayman. Masalan, klient injiqligi deganda inson masalan professional darajada andazani chiqara oladigan, modellashtira oladigan bo'lsa, klient injiqlik qilishi mumkin bitgandan keyin. Mana shuni klient injiqligi desak bo'ladi. Voy, mana bunaqa bo'lib qopti, bunisi bunaqa bo'lib qopti deb. O'shaning uchun rasm bilan ishlash tavsiya qilinadi. Rasmni ko'rsatasiz. Mana rasmingizdagi, mana bu hozir meniki tayyor holat. Bitta o'xshaydigan bo'lsa,
injiqlik qilolmaydi. Man siz aytgan narsani, siz rozi bo'lgan narsani qilib berdim deb aytolmaysiz. Bemalol tilingiz uzun bo'lib. Xo'p, charchab endi qattiqroq bo'ldim debdilar. Assalomu alaykum. Iloji bo'lsa offlayn o'qishni ham iloji bo'lsa ham o'qigan bo'lardim, chunki offlayn menda juda ham qulay edi. Lekin orzu qilaman shogirdingiz bo'lishni va professional o'qituvchi bo'lishni debdilar. Va alaykum assalom. Yo'q, men offlayn shogirdlik olmayman hech qachon. Offlayn shogirdlik olish tarafdori ham emasman. Sababi offlaynda ertalabdan kechgacha yuradi. Menda hozir mana boshqa bizneslarim ham yo'lga qo'yilgan. Ertalabdan kechgacha shug'ullana olmayman. Birinchidan faqat bitta insonni qachon o'rganarkin deb uni qo'liga qarab o'tira olmayman. Onlaynda har doim olaman shogirdlarni, ya'ni har doim deganda mana yilda 2 marta. Hozir bu bahoriy garderob kursimizga 10 ta deb atganim sababi boshqa shogirdlarim bor. Ularni ham zo'r qilib chiqarmoqchiman. Maqsadim mana shunaqa. Assalomu alaykum. 700-600 ming topaman. Sezon payti bo'lmasa, yo'q, 0 bo'lmasa, shunisiga ham shukr debdilar. Men endi boshladim. Hozirda birinchi klientim dvoyka tikyapman debdilar. Alloh xayrli qilsin. Bugun yangi chiqargan andaza tikish haqqi bilanmi debdilar. Yo'q. Mana shu haqida aytmoqchi edim. Yangi chiqargan andazamiz joylar tikish haqqi bilan emas. Chunki tikish haqqini hamma har xil tikadi. Kimdir 0.5 ta ham tikadi, kimdir 1.5 ta tikadi, kimdir 2 ta tikadi. O'shaning uchun hamma o'ziga qulay holatini qo'yib oladi. Tikish haqqi bilan bo'lmaydi andazalar. Yangi andazalaringiz necha puldan debdilar. Yangi hozirgi andazalarimiz bizda komplekti andazalar to'plami 4 xil modeli bor, 500 ming so'mdan bo'lyapti. Qog'ozligi 350 ming so'm, lekin 4 oladigan bo'lsa Ramazon aksiyasida 250 mingdan qilib berilyapti. Ustoz, ko'krak aylana 104, lekin qorni bor. Ayollarga qanday ko'ylak fason qilsam bo'ladi? Bu mijozingizni kiyinish uslubidan kelib chiqqan bo'ladi. Ya'ni kiyinish uslubi sizga kengroq keladigan bo'lsa, albatta trapetsiyalar yaxshi. Trapetsiyalar kiygan yoki belida pretalina bo'lib, beldan pastki qismini anaqa qilib olgan ham yaxshi. So'nskriyosh, polukriyosh holatida olgan ham juda ham chiroyli chiqadi. Men noldan o'rganishim kerak. Men oyiga 3 million 4 million topaman. Sizni anchadan beri kuzatib boraman debdilar. Ruxshonaxon, rahmat, salomat bo'ling. Mana shunaqa. Xo'p, qizlarjonlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Va asosiy keladigan xulosam, tikuvchilikni faqat oxirigacha o'rganib yurmasdan, tikuvchilikdan daromad qilishni ham o'ylash kerak bo'ladi. Sizga kelayotgan, siz kimlarning kiyimlarini tikyapsiz, mana shularni mijozlaringizni ham tahlil qilib, albatta sortirovka qilishingiz ham kerak bo'ladi. Ana o'shandagina oldin o'zingizda ichki tartibni yo'lga qo'yib olganingizdan keyin, astag'firulloh, tekinga tikadigan mijozlarni chetlashtirganingizdan keyin siz daromad topishni o'ylasangiz bo'ladi. Va eng asosiysi bu yerda chiroyli bilimni olish kerak, mukammal tartibda va tikuvchilikdan pul keladigan yo'llarni to'liq o'rganish kerak bo'ladi. Va hozirgi sizlarga aytayotgan bahoriy garderob kursimda esa mana shularning barchasi o'rgatiladi. Mana shunaqa joylar. Xursand bo'ldim sizlar bilan suhbatlashganimdan. Hozir mana Ramazon paytida kunduz kuni qilishimizga to'g'ri kelyapti jonli efirlarimizni. Ramazondan keyin yana o'z holatiga qaytadi. Hamma nimalarimiz, yo'nalishlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Adminlarimiz tomonidan javob berishga harakat qilamiz yoki o'zim albatta javob beramiz. Mana shunaqa. Bugungi asosiy mavzuyimiz bu bizada faqat nima deydi? Oddiy chevar bo'lib 100 ming, 200 mingga tikish emas. Yaxshi chevar bo'lib, mana bitta yo'lini aytib o'tdim hozir. O'sha yo'li bilan pul ishlab topishni yo'lga qo'yish kerak degani bo'ladi. Mana shunaqa. Va g'olib bo'lgan g'olibimizni ham aniqladik. Murodov Kamoliddin, ular ikkita vazifani ham to'liq bajarganligi uchun va ikkalasida ham eng ko'p ovozni olganliklari uchun 30% chegirma bilan sizni tabriklaymiz. Xohlang premium tarifiga a'zo bo'ling, xohlang VIP tarifiga a'zo bo'ling. 70% chegirma bilan 30% to'lov qilgan holatda siz bu kursimizda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa joylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi jonli efirlarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.